Hozirgi streamda men sizlarga OBSda stream qilishni o'rgataman. YouTube'da yoki Twitch'da farqi yo'q. Slabый и средний kuchli bo'lgan kompyuterlar uchun ham ko'proq средний, slabый kompyuterlar uchun rosa mos настройкалар ham. И ko'rgan bo'lsalaring, PUBG'lar short stream qiladi ko'pincha, chunki aktiv chotki bo'ladi. O'sha short stream qilishni ham men sizlarga o'rgatib ketaman и полный настройкасini ko'rsataman videoni. Bundan oldin bitta like и подписка bosib qo'yinglar jigarlar. Qaranglar, birinchi bo'lib настройка kirasizlar. OBSda o'zini настройка kirganlaringdan keyin mana yerda translyatsiya degan joyiga qaranglar, bu yerda YouTube kanalingni o'zinglar ulab qo'ysalar ham bo'ladi. Mana привязать четкий запись deb turgan YouTube yoki Twitch kanalingni ulab qo'ysalar ham bo'ladi. Lekin men maslahat beraman, bu yerda использовать ключ потока degan narsasi bor. O'sha narsa orqali ulaganingiz yaxshi, ko'p kishi shunaqa qiladi. Buni keyin ko'rsatib ketaman hozir. Qaranglar, keyingisi translyatsiyaga o'tasizlar. VVDdanki translyatsiyaga o'tganlaringdan keyin mana xuddi mana shunaqa настройка qo'yasizlar, manikiga o'xshagan birga bir qo'ysalaring chotki. Mana bitrate'ni men 10.000 qilib qo'yganman bu stream uchun. Bu nimaga javob beradi? Kачествоga javob beradi, streamning kачествосiga и internetingizga ham bog'liq. Agar misol uchun kompingiz normalniy bo'lsa 20.000 qo'ysangiz bo'ladi bemalol. Stream kачествоsi chotki bo'ladi, lekin internet kuchini oladi ancha. Agar internetingiz slabый bo'lsa 6.000, 7.000 qo'ysangiz bo'ladi. Bu 10.000 средний. Keyin mana qolganlari dalcha mana shu hamma настройкani birga bir qo'yib chiqsalaring. Если что, shular Telegramga tashlab qo'yaman screenshotini mobodo. Keyin mana keyingisi zapisga o'tasizlar. Zapisga o'tganlaringdan keyin mana bu yerda ham xuddi shunaqa birga bir настройка qo'yib chiqasizlar. Buni ham tashlab qo'yaman Telegramga. Mana bu yerda bitrate'ni 20.000 qilib qo'yganman. Audio bilan bu yerda qolgan narsaga tegmaganman, ish narsasiga. Bu yerda audioga ham, mana unga ham tegmaganman. Keyin video joyida mana разрешение 1920 ga 1080 turishi kerak и 60 fps tanlab qo'yganman. Bo'ldi. Qolgan narsasiga umuman tegmaganman. O'zi qanaqa bo'lsa, OBSda настройка standarti shunaqa turibdi. Qolgan narsaga umuman tegmaganman. Keyin qaranglar, qanday qilib mana ключ потокni qo'ysa bo'ladi. Oldingi aytganimdek, qaranglar, YouTube kanalingga kirasizlar, plusni bosib, bu yerda создать начать translyatsiya degan joyga o'tib turib, qaranglar, ochib olgandan keyin mana bu yerda streamni o'zini настройка qilsalaring bo'ladi. Mana shu yerda o'zida nomini o'zgartirib, обложка qo'yib, hamma narsa qilsalaring bo'ladi. Mana ochdi. Ochgandan keyin qaranglar, bu yerda mana задержкani to'g'rilasalar bo'ladi. Mana yerda qo'shimcha задержка qo'ysalar bo'ladi, 30 sekund, 1 minut. Bizga kerakli narsa mana ключ translyatsiya degan narsasi. Buni ko'rsatib bo'lmaydi. Mana shuni kopировать qilib olib, OBSga kirib turib, mana shu joyga ключ потока degan joyiga shuni qo'yasizlar. И применить OK bosganingdan keyin, misol начать translyatsiyani bossalar ham bo'ldi. Mana shu stream boshlanadi. Shu yerdan keyin уже chatni ham o'qisalar bo'ladi, xohlaganlaringizni qilsa ham bo'ladi. Bu yerda chatni ekranga qo'shib qo'ysa ham bo'ladi, lekin men u narsani ishlatmayman. To'g'risi, qanaqa qilinishi esimda ham yo'q lekin. Keyingisi qaranglar, bunaqa захват игры qilish uchun CSda именно захват игры qilib olmoqchi bo'lsangiz, faqat CSni o'zida ko'rsatib turadi. Misol uchun qaranglar, men рабочий stolda turibman mana. Bu yerda CS ko'rsatib turaveradi, chiqib ketsangiz ham o'yinda stream payti. Buning uchun mana misol uchun захват игры degan narsa bosasizlar. захват игры deb turib добавить qilganingizdan keyin mana захват отдельного окна qilib turib, bu yerda mana CSni topib olib, любой xohlagan o'yiningizni qaysi o'yinda stream qilmoqchi bo'lsangiz, o'shani tanlaysizda и bo'ldi. OKni bossangiz уже ishlab ketadi. Keyin mana shu kodni o'yinda o'zida свойствоga yozib qo'yishing kerak. Qaranglar, mana Steamga kirganlaringda свойство degan joyga o'tasizlar. Mana xuddi mana shu kodni yozib qo'yish kerak. Sinaqasiga, parametr zapuskiga buni если что описаниесida qoldirib ketaman kodini. Shuni yozib qo'yasizlar. Bo'ldi. Keyingisi qaranglar, agar o'sha kod yozganlaringdan keyin bo'lmasa, bu yerda qaranglar, захват ekrana qo'yib qo'ysalaring bo'ladi. Bu полный ekranni o'zini ushlaydi. Если что, mana bu yerda qilsalaring полный ekranni o'zini ushlaydi. O'yindan chiqib ketsalaring ham, kirsalaring ham hamma yoqda ushlaydi, полный ekranda-da, xullas. Keyingisi mana bu yerda web kameramni qo'shib qo'yganman. Bu yerda устройство захвата видео degan narsa bor. Plusni bosganlaringda mana bu yerda устройство захвата видео deb turib, OK deb turib, mana yerda misol web kameralarni tanlab turib qo'shib qo'yasizlar. Bemalol qo'shib qo'ysalar ham bo'ladi. Keyingisi bu yerda hop donat bor. Donatni mana misol uchun iDonatnikini to'g'irlab qo'yganman. Mana ko'rib turgan bo'lsalaring, widjeti ham bor. Sport qilib qo'yganman mana bu yerga. Buni уже iDonatni o'zidan to'g'irlashing kerak bo'ladi. Просто ссылкасы kodini olib turib, mana yerda misol brauzerga kirasizlarda, plus qilib turib, brauzer bosib turib, mana OKni bosasizlarda o'sha iDonatni o'zidan yo trichilimi farqi yo'q. O'sha yerda ссылкani qo'yib turib, OKni bossalaring bo'ldi. Ekranga chiqarib beradi. Keyin mana yerdan o'zingizlar to'g'irlab qo'yib qo'yaverasizlar. Bo'ldi shu.
Keyin qaranglar, qanday qilib short stream qilsa bo'ladi. Ko'p ko'rgan bo'lsanglar YouTube'da ko'p PUBG'lar short stream qiladi, chunki aktiv chotki bo'ladi. И misol uchun men Instagramda ko'rgan bo'lsalaring, kontentlarimni ham 9 ga 16 olaman. Качественный, ko'p kishi so'raydi o'sha narsani. Men ostiga ko'rsataman qanaqa qilish kerakligini. Qaranglar, настройкаga kirasizlar. И bu yerda mana video degan joyi bor. O'sha yerga mana xuddi mana shuni teskarisini yozasizlar. 1080 ga 1920 qilasizlar. Mana qarang. Shuni qo'yganligingdan keyin mana применить deb bosganligingdan keyin okey, mana ko'rdinglarmi? 9 ga 16 разрешение bo'ldi. Shorts, Reels taqangi formatda. И mana yerdan keyin уже o'yinni o'zini to'g'irlab chiqasizlar. Bunday qilib mana misol uchun to'g'irlab chiqib turib, mana web kamerani olib, bu yerda web kamerani tepaga joylashtirasizlar o'zingizga to'g'irlab, moslab. И keyin bitta narsani ham to'g'irlab qo'yishing kerak. Настройкаga kirib turib, выводga kirasizlar. И запись degan joyga mana imенно mana shu joyda bunda ham xuddi mana 1080 ga 1920 qo'yib qo'yishing kerak. Запись qilganda xuddi mana shu formatda запись qiladi. Keyinchalik o'sha o'z holatiga qaytarganingda o'sha yerda ham yana to'g'irlab qo'yasizlar. Просто yana 1920 ga 1080 qilib qo'yasizlar. Bo'ldi. Просто teskarisi bo'ladi, bo'ldi shu. И mana shu formatda запись qilib turib, misol uchun Instagramda ko'rgan bo'lsalaring, shunaqa video olaverasizlar bemalol yoki short stream qilaverasizlar. Misol bu yerda bunday to'g'irlab turib, misol bunday qo'yib qo'yib, PUBG'lar misol uchun bu yerda web kamerasi bo'ladi, bu yerda o'yinni to'g'irlab qo'yadi, ko'rgan bo'lsalaring. Qolgan narsalarni misol bu yerda donat, ссылка и widjetlarni, o'sha narsalarni bunday joylashtirib qo'yib qo'yaverasizlar. Bo'ldi. Agar video yoqqan bo'lsa, like, podpiska bosib ketinglar jigarlar. Keyingi video qanaqa nima haqida chiqsin, o'shani ham kommentariyaga yozib ketsalar, o'shanga qarab xudo xolasa video chiqaraman. Mayli, sog' bo'linglar.